Mazamekadagi tek odam evi. Aftimi? Assalomu alaykum qadrdonlarim. Bugungi obzorimiz yangi O'zbekistondan 7-bekat orqasi desak ham bo'ladi, 6-bu tomon desak ham bo'ladi. Elitni dom fasadidan tomosha qiling, odam bardil o'zi maza qilib, bu yerda olgan odam maza qilib yashaydi-da, qarang. Parkovkani qarang, parkovka deonacha, plashatkani qarang. Bu yerda bolalar maza qilib parkan bo'lish kerak emas-da. 3 xonalik va 2 xonalik kvartiramiz obzorga keldik. Birinchi etajda joylashgan. Kvartiramiz obzorini ko'rsatamiz. Korobka holatda narx va qolgan ma'lumotlarni sizlarga o'zi yetkazamiz qadrdonlarim. Keling qani. Agar bizlarning obzorimiz sizlarga ma'qul bo'lsa, ana shu parkovkaga sizlarni kutaman. Narxini she'rga gaplashamiz. Ketdik. Qadrdonlarim, lift devona chaqay birinchi daraja lift kerak emas, liftniki bor, ishlab turibdi. Faya qismini qarang, kengina, chotkicha, sharoitchasi zo'r fayani ham kameralar qo'yilgan. Ana bu 3 xonaligimiz. Kvartiramiz korobka holatda, shuni eshikdan shunday kirasiz, perxoshka shkafchalarni shunday sherab qo'yasiz remontdan keyin. Ana hol qismi, bu yoq esa kuxni qismimiz, kuxnimiz ham kengina, bemalol sharoitchasi yaxshi. Bu yoq esa detskiy xonamiz. Bu yoq zal. Bu yoq esa spalnya. Bu yoq esa sanuzel va hojatxona. Qadrdonlarim, kvartiramizni birinchi etajda kvadrat metri 83 kvadrat metr, narxini 40 ming deb baholayapmiz. Yana savdolashga zazorchasi bor. Naqd pul bilan kelinglar. Dokumentlarga muammo yo'q. Sirazi notarius qilib beramiz. Dom vot bo'lgan, topshirilgan, 30 ga sirazi notarialni rasmiylashtirib beramiz. Hozir 2 xonaligini obzor ko'rsatamiz. Ana bu esa 2 xonamiz. 2 xonamiz ham kengina perxoshka qismi. Bu yoq ham shuna bemalol garderobchalar qilsangiz bo'ladi. Ana bu yer bitta xonamiz. Ana. Zal desak ham bo'ladi buni. Ana bu esa spalni xonamiz. Sanuzellar razdelni. Bu hojatxona, sanuzel va kuxni. Kuxnimizning katalogini qaranglar. Bemalol remontdan keyin kuxni garderobchaga qo'yib, stol-stulchani qo'yib, maza qilib o'tirsangiz bo'ladi. Qadrdonlarim, aka-uka olishga joychasi zo'r. Bir-biriga qarab o'tiribdi, 3 xonalik, 2 xonalik. Ikkalasining narxi bir xil, bir hisobga. Buni kvadrati 78 kvadrat metr, buni ham narxi 40 ming deyilyapti. Pul bilan keyin yana savdolashamiz qadrdonlarim. Lokatsiyasi ham bir aytaman. Buxoro shahar, Yangi O'zbekistonda elitni dom vod bergan sirazi notarius. Qadrdonim, agar bizning obzorimiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, like papskani ayamang. Like papskani ayamang, pastga raqamlarni qo'yib o'tamiz. Va bu obzorimizni do'stlaringizga tarqating. Aka-uka bir joyda olaman degan qadrdonlaringizga yoki o'zlaringizga shunaqa kvartiralar nasib qilsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, so'qqan tashang, shu kvartiraga kelib yashang.